Assalomu alaykum kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Bugun turganlardagi dalalardagi bioreaktorlarimiz bitiribdim. Hozir bu suv sepish jarayoniga ketyapti. Sizlarga chuvalchalarimizni qay darajada ishlayib turganini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana chuvalcha so'raganlarga to'lib yotibdi. Salkam go'shib qolgan. Murojaat qilaverasizlar. Mayli. Qisqasini chuvalcha so'raganlarga nimalar murojaat qilaversa, chuvalchalarimiz to'lib yotibdi. Bir siqimda shuncha chuvalcha. Bahor oyida bular tuxumlaydi, lichinkalaydi, ko'payadi. To'lib qolibdi, bari yig'ilib qolibdi. Mana. Ne siqib olsa bo'laveradigan. Siz buyog'im siqib bo'lib qoladigan, yaqinda yangi oziqa solishni boshlaymiz. Murojaat qilaverasizlar, sizlarga ham mamlakatingiz ichlikdagi chuvalchalarni chiqarib beramiz. Telefon raqamlarini qo'yamiz. Kimda kommentariyada nima savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.